Assalomu alaykum hammaga. Xudo xohlasa Qashqadaryo ishimizni kazir qismlarini boshlaganmiz. Bu joyimizda polni bakinkalarimiz ham ikkita zinali bo'lgan, xudo xohlasa. Bu yoq shestigranik, bu yoqdagi chok bitta pastga tushib, detal qiladigan bo'lgan. Shunaqa bakankaga ish qilganlar bo'lsa, kommentga yozib o'rasizlar, xudo xohlasa chiroyli chiqadimi yo'qmi? Polni kazib bakankalar qo'yib, bu yoqda osmamizni qo'yganmiz. Osmamizni mana bu joyini kesib, tepaga qayirib olganmiz. Tagi ham bitta ipda, tepasini bitta ipga qo'yib kesib qayirib olganmiz. Sababi mana bu karnizimizga osma mana bu joyiga osma tushgandan keyin ozgina tepadagi tal yetib kelmaydi. Sababiki tepasini qayirgan sabab, xudo xolasa tushganda tepasini ham qattiq qo'yiladi. Hozir sizlarga bitta qo'yilganini ham ko'rsatamiz. So'nggi karnizimizni qo'yilgan holati. Tepadan ko'rinishi. Bu yoq karniz plitning ichiga tushadi. Bu yoqning qarilgan til bo'lsa, mana oldin ko'tarib qo'yib, xudo xolasa baquvvatligi ham baquvvat, mo'shna chiqadi, xudo xolasa. Kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta bitta like bosib ketasizlar. Xudo xolasa, yaqin orada yana bitgan jarayonlarni qo'yib boramiz. Hammaga xos bo'ling.